Shu shogirdni ko'rsan, asabim buziladigan qoldi-da meni. 2 minutda haydab olaman, u qaynotasi tashlab ketganda menga ishani. Ona zo'r yo'li bor, ashuni qo'llab olaylikmi? Layfbek bor, qarab turing-da. Xullas, mana shu ustaga elektrod tugashiga bittadan elektrod berib turasiz. U kaskanchida ko'rinmay qolyapti. Tushundingizmi, keling. Bo'ldi. Bunaqa ishlarni dondirib tashlayman. Elektrod olib berib turar ekanman, xolos. Bering. Usta tugadi. Mana. Yana tugasa aytib turaveraman. Qilavering, bemalol, xotirjamlikni qilavering. Hop. Hormasinlar. Salom. Shogird bola qani endi? Shogird bola 4 ta elektrod olib berib, kirib ketib qoldi. Menimcha 3-4 kunga qutuldimi u endi. Voy ko'zim. Shogird bola nima bo'ldi? Karshalaib qo'yibsiz ko'zingizga. Ustam svarkani qiyshiq qildi shekilli. Ko'zimga birov qumchach o'rganga o'xshayapti. Menga boshqa ish berish, ko'zimni svarka olib qoldi. Katyonlarimiz ko'rishlari mumkin. Mana duvanoy tuplit qilingan hisobga suv qaynayapti, qo'limni kuydirmayapti. Yonishiga bitta e'tibor berasizlar. Katyonlarimiz bunkerli bo'ladi, ko'mir tanlamaydi. Mana bu narsasi miyat hisoblanadi, buni qo'shib berishadi. Mana bu narsani ham qo'shib berishadi, bu stabilizator hisoblanadi, tokda bir xil ushlab turadi. Miyani yana bitta boshqachasi bor, ixtiro qilishibdi. Mana bu narsa tugma. Tiqilib qolganda orqaga qaytarib berib turadi. Parrayini nariga $50 qimmat bo'lib qoladi, u avtomatik orqaga qaytaradi. Tiqilib qolgan ko'mirdi. Unisi $50 razida qilib qolar ekan. Xullas, katyonlarimiz o'rnatib berish, bepul qaynashiga e'tibor beramiz. Olib borib dastlabki xizmatlari ham bor. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar, svarka qilmayman, ko'zim olib qoldi.